Assalomu alaykum. O'tib borayotgan haftaning muhim voqea va hodisalari sharhi bilan haftalik dayjest ko'rsatuvining navbatdagi soni yana efirda. Европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией. Islamofobiya holatlariga aslo yo'l qo'yib bo'lmaydi deb hisoblayman. Many of them killed. Don't. Kimlardir sovuq chodirlarda, yana kimlardir vayron qilingan ko'chalarda yordam kutmoqda. Bir hovuch guruch va birozgina yog' hamda birodarlik mehri bilan tayyorlangan bir qozon ovqat ular uchun naqadar muhim ekanligini bilsangiz edi. Biz Imom Buxoriy vaqfi sifatida 2 yildan ortiq vaqt davomida saxovatli O'rta Osiyo xalqidan kelgan yordamlar bilan G'azoda urushdan jabr ko'rgan insonlarga kundalik issiq ovqat, toza ichimlik suvlari yetkazib berish, uysiz qolganlarga chodirlar tiklash, yetimlarga kafillik qilish, zaruriy oziq-ovqat mahsulotlari tarqatish, shuningdek Afg'oniston, Afrika, Yaman, Suriya hamda Bangladeshda o'nlab kilometrlab masofalardan suv tashib keladigan qishloqlarga quduqlar qazib berish, masjidlar qurish, qurbonliklarni so'yib muhtojlarga tarqatish kabi yuzlab xayrli ishlarni amalga oshirmoqdamiz. Bunday sharafli ishlarda faqat siz kamlik qilyapsiz. Sizning yordamingiz bilan ularning dasturxoni yanada barakali bo'ladi. Siz ham mazlum xalqlar uchun yo'lga chiqqan yaxshilik karvonimizga qo'shiling. Shukran likulli man sa'a fil khair. Dasturimizni Falastin bilan bog'liq so'nggi vaziyatlar haqidagi xabarlar bilan boshlaymiz. Ma'lumki, so'nggi yillarda Isroil bosqini nafaqat G'azo mintaqasida, balki g'arbiy sohildagi falastinliklarga nisbatan ham bosimlarni orttirib bormoqda. Ayniqsa 2025-yilda bosib olingan g'arbiy sohil hududida yahudiy ko'chmanchilar tomonidan falastinliklarga qilingan hujumlar soni o'tgan yilga nisbatan 27% ga oshgan. Ayniqsa millatchilik asosidagi jinoyatlar sifatida tasniflanadigan og'ir hodisalar soni keskin ko'payib, 50% dan ortiqqa o'sgan. Jami 2025-yil davomida Isroil kuch tuzilmalari 867 ta millatchilik jinoyatini qayd etgan. 2024-yilda esa bu ko'rsatkich 682 tani tashkil etgan edi. Isroilga nisbatan xalqaro sud BMT rezolyutsiyalari inson huquqlari bo'yicha hisobotlar ortib borayotgan bir paytda sionistlar hukumati ularga qarshi chiqqan xalqaro tashkilotlar jumladan BMTga nisbatan ochiq qarshilik va ogohlantirish signali sifatida tashkilotning Quddusdagi shtab-kvartirasini buzib tashladi. Buldozerlar yordamida amalga oshirilgan amaliyotga millatchi vazir Itamar Ben-Gvir rahbarlik qildi. U avvalroq BMTni ommaviy ravishda natsist tashkilot deb atagan edi. Isroil tomonidan Quddusda joylashgan BMTga tegishli obyektning buzilishi xalqaro maydonda turlicha baholanmoqda. Rasmiy Tel Aviv bu qarorni ma'muriy va huquqiy asoslar bilan izohlayotgan bo'lsa, BMT va qator davlatlar ushbu qadamni siyosiy mazmunda deb hisoblamoqda. Isroil hukumati ma'lumotlarga ko'ra, obyekt shaharsozlik qoidalariga javob bermagan va tegishli ruxsatnomalarsiz faoliyat yuritgan. Shu nuqtai nazardan qaror ichki qonunchilik doirasida qabul qilingan ma'muriy chora sifatida taqdim etilmoqda. Biroq masalaning ikkinchi tomoni ham mavjud. Quddusning maqomi xalqaro huquqda bahsli bo'lib qolmoqda. BMT Sharqiy Quddusni bosib olingan hudud deb hisoblaydi. Isroil esa butun shaharni o'z poytaxti sifatida ko'radi. Shu sababli BMT tuzilmalarining Quddusdagi doimiy infratuzilmasi Isroil tomonidan suverenitetga nisbatan siyosiy chaqiriq sifatida qabul qilinishi mumkin. Shuningdek, bu voqea BMT va Isroil o'rtasidagi munosabatlar keskinlashib borayotgan bir davrda sodir bo'ldi. Ayrim BMT agentliklari jumladan gumanitar tuzilmalar Isroil siyosatiga tanqidiy munosabat bildirib kelayotgani ma'lum. Natijada obyektning buzilishi xalqaro bosimga javob yoki siyosiy signal sifatida ham talqin qilinmoqda. Oqibatlarga keladigan bo'lsak, ushbu qadam Quddus masalasidagi diplomatik keskinlikni yanada kuchaytirishi mumkin. BMT va uni qo'llab-quvvatlovchi davlatlar xalqaro huquq normalari buzilganini ta'kidlamoqda. Shu bois bu qarama-qarshilik yaqin kelajakda ham hal etilishi qiyin bo'lgan siyosiy huquqiy bahs sifatida qolishi mumkin. So'nggi haftalarda Suriya markaziy hukumat kuchlari kurd jangarilaridan iborat Suriya demokratik kuchlari nazorat qilgan shimoliy sharqiy hududlarda sezilarli choralar ko'rmoqda. Bu jarayon Suriya demokratik kuchlari qisqacha qilib aytganda SDF yo'nalishidagi siyosiy, harbiy va hududiy o'zgarishlarga olib kelmoqda. Chunki hukumat bir necha asosiy viloyatlar, jumladan Raqqa, Derizor va Hasaka atrofidagi hududlarni o'z nazorati ostiga olishga ulgurdi.
Damashq hukumati va SDF o'rtasida qisman o't ochishni to'xtatish bo'yicha kelishuvlar tuzildi. Bu jadal harbiy harakatlar vaqtincha pasayishiga olib keldi. Shu bilan birga tomonlar ayni paytda SDF kuchlarini Suriya davlat tuzilmalariga integratsiya qilish borasida muzokaralar o'tkazmoqda. Shunga qaramay turli hududlarda notinch vaziyat saqlanib qolmoqda. Chunki yillar davomida AQShdan harbiy va moliyaviy ko'mak olib kelgan kurd terrorchilari qisqa vaqt ichida mintaqalar ustidan nazoratni yo'qotganlari ularga tom ma'noda alam qilmoqda. Afsuski ular bor alamlarini tinch aholidan olgan holda bir nechta qishloqlardagi arab qabilalarini ommaviy qatl qilishga ham bormoqdalar. Ma'lumki, SDF bir vaqtlar AQSh tomonidan IShIDga qarshi kurashda asosiy ittifoqchi hisoblangan. Suriyaning asosiy neft konlari joylashgan Derizor, shuningdek Raqqa va Hasaka viloyatlarining nazoratini kurd jangarilariga topshirishga ko'mak bergan AQSh bir tomondan Suriyaning arzon neftiga egalik qilgan bo'lsa, boshqa tomonda IShIDga qarshi kurdlardan foydalanib keldi. Ammo endilikda siyosiy qo'llab-quvvatlash o'zgardi va hozirda kurd kuchlariga hukumatga birlashish yoki hududlardan sekin chiqib ketish haqida qarorlar qabul qilinmoqda. Boshqacha qilib aytganda, AQSh kurd jangarilaridan keragicha foydalanib bo'ldi va endi har qanday siyosiy, iqtisodiy va harbiy masalalarda Ahmad Shara boshchiligidagi Suriya hukumati bilan bevosita ishlay olishiga amin bo'lgach, kurd kommunistik kuchlarini shunchaki axlatga uloqtirdi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Buni AQShning Suriya bo'yicha maxsus vakili Tom Barak ham ochiqchasiga tan oldi. AQSh va PKK kurdlari hamkorligi doim vaqtinchalik va taktik bo'lgan. U IShIDga qarshi kurash uchun markaziy davlat amalda mavjud bo'lmagan paytda tuzilgan. Bu vazifa deyarli yakunlandi. Bugun vaziyat tubdan o'zgargan. Suriyada tan olingan markaziy hukumat mavjud. U IShIDga qarshi xalqaro koalitsiyaga qo'shildi va xavfsizlik mas'uliyatini o'z qo'liga olishga tayyor. Suriyadagi kurdlar uchun bugun juda katta imkoniyat mavjud. Ular prezident Ahmad Shara boshchiligidagi yangi hukumatga qo'shilishlari kerak, deya aytilgan Barakning bayonotlaridan so'ng kurd jangarilari AQSh timsolidagi ularning ishongan og'alari o'z manfaatlari yo'lida istalgan hamkoridan istalgan vaqtda osongina voz kecha olishini o'zlarida his etishga muvaffaq bo'ldilar. Kurdlar boshchiligidagi Suriya demokratik kuchlari qo'lidan qaytarib olingan Derizor, Hasaka va Raqqa viloyatlari yangi hukumatga neft va boshqa tabiiy boyliklar, shuningdek boshqa mintaqalarning ham qishloq xo'jaligini rivojlantirishi mumkin bo'lgan suv inshootlari, energiya manbalari boshqarish va rivojlantirish imkonini berdi. Qayta nazoratga olingan Raqqa va boshqa hududlarda kurdlar qo'lida asirlikda saqlangan ayollar va yosh bolalar qamoqxonalardan ozod etildi. Bosqichma-bosqich Hasaka viloyatining egallanishi ortidan esa ko'plab musulmonlarning diqqat markazida turgan Al-Hol lageri ham va nihoyat Suriya armiyasi nazorati ostiga o'tdi. Al-Hol lageri sharqiy Hasaka viloyatida joylashgan bo'lib, asosan IShID bilan bog'liq shaxslar oilalari, ayollar va bolalar saqlanadigan ochiq osmon ostidagi saqlash maskani sifatida ishlatilgan. Eng so'nggi xabarlarga ko'ra, hozirda u yerda taxminan 24 ming nafar odam bor. Dastlab lager 1991-yilda Fors qo'ltig'i urushi paytida iroqlik qochqinlarni joylashtirish uchun tashkil etilgan. Keyinchalik u 2003-yilda AQShning Iroqqa bostirib kirishidan so'ng ham foydalanilgan. 2016-yildan boshlab esa Al-Hol amalda IShID bilan aloqada ayblangan tinch aholini ommaviy saqlash joyiga aylangan. Amnesty International va Human Rights Watch kabi huquqni himoya qiluvchi tashkilotlar lagerda ushlab turilgan shaxslar ommaviy ravishda inson huquqlari buzilishiga, jinsiy zo'ravonlikka duch kelganini qayd etgan. Odamlar oziq-ovqat va suvning o'ta tanqisligi sharoitida deyarli tibbiy yordamsiz yashagan. 2019-yildan buyon lagerda kamida 517 kishi halok bo'lgan. Qurbonlarning aksariyati bolalar. Hozirda Suriya hukumati nazorati ostiga o'tgan lagerdagi asirlar oziq-ovqatdan tashqari tibbiy yordamga jiddiy muhtojlik sezayotgani aytilmoqda. Suriya hukumati Al-Hol lageri ustidan nazoratni qo'lga olgach, u yerdagi 10 minglab asirlarning kelajagi yana muhokama markaziga chiqdi. Lagerda asosan IShID bilan aloqadorlikda gumon qilingan ayollar va bolalar, shuningdek Suriya va Iroqdan tashqari yana ko'plab davlatlar fuqarolari saqlanmoqda. Damashq rasmiylari xavfsizlikni kuchaytirish va lagerni bosqichma-bosqich bo'shatish rejalari borligini bildirsa-da, amaliy mexanizmlar hanuz aniq emas. Ayrim davlatlar, xususan Iroq, o'z fuqarolarini qaytarishni davom ettirmoqda. Jumladan AQSh markaziy qo'mondonligi CENTCOM 21 yanvar kuni Suriyaning shimoliy sharqidan ushlab turilgan IShID a'zolarini
Iroqqa topshirish bo'yicha yangi operatsiya boshlanganini e'lon qildi. Operatsiya Hasaka viloyatidan 150 nafar shaxsni ko'chirish bosqichi bilan boshlandi va Iroq hukumati bilan muvofiqlashtirilgan holda amalga oshirilmoqda. Kelgusida bu jarayon 7000 nafargacha tutqunni qamrab olishi mumkin. Biroq ko'plab xorijiy asirlar masalasida xalqaro hamjamiyat passiv qolmoqda. Tahlilchilarga ko'ra, ahvol muammosi 3 yo'nalishda hal bo'lishi mumkin. Bir qismi sud jarayonlari orqali javobgarlikka tortiladi. Bir qismi o'z yurtlariga deportatsiya qilinadi. Qolganlari esa uzoq muddatli vaqtincha saqlash rejimida qolishi ehtimoli bor. Biroq tibbiy va gumanitar inqiroz saqlanib turgan sharoitda bu jarayonning cho'zilishi xavfsizlik va inson huquqlari bilan bog'liq xatarlarni kuchaytirishi mumkin. Al-Hol lagerida saqlanayotgan O'zbekiston fuqarolariga to'xtaladigan bo'lsak, ularning soni bo'yicha hozircha aniq va yangilangan rasmiy ma'lumotlar e'lon qilinmagan. Avvalgi yillarda ochiq manbalarda lagerda asosan ayollar va bolalardan iborat bo'lgan bir necha 10 nafar, ayrim baholashlarga ko'ra esa 100 ga yaqin o'zbekistonlik borligi qayd etilgan. O'zbekiston hukumatı 2019-2021 yillarda Mehr gumanitar operatsiyalari doirasida Suriyadagi lagerlardan yuzlab fuqarolarni vatanga qaytargan. Shundan so'ng Al-Hol va boshqa lagerlarda qolgan o'zbekistonliklar soni sezilarli darajada kamaygani taxmin qilinadi. Mutaxassislar qolgan o'zbekistonliklar masalasi ham repatriatsiya, huquqiy baholash va ijtimoiy reabilitatsiya mexanizmlari orqali hal etilishi mumkinligini ta'kidlamoqda. Biroq bu borada O'zbekiston hukumati hozircha rasmiy bayonot bergani yo'q. Shu bois lagerdagi hamyurtlarimiz masalasi ochiq qolmoqda. Umuman olganda Al-Hol lageri masalasi Suriya ichki barqarorligi bilangina emas, balki xalqaro hamjamiyatning mas'uliyati va siyosiy irodasiga ham bevosita bog'liq bo'lib qolmoqda. Al-Hol lageridan tashqari Hasaka viloyatining shimoliy qismidagi Qamishli shahrida hamon kurdlar nazorati ostida turgan Roj lageri ham bor. Al-Holga nisbatan kichik hisoblangan va hozirda 3000 ga yaqin asirlar saqlanayotgan Roj lageri ham tez orada Suriya hukumati nazorati ostiga o'tishi kutilmoqda. Shunday ekan, mavjud vaziyat Damashq hukumatiga bu borada xalqaro gumanitar hamda huquqiy ko'mak har doimgidanda zarur ekanligini anglatmoqda. Kremlga yaqin propagandachi Vladimir Solovyov tomonidan Markaziy Osiyo va MDH davlatlariga nisbatan yangragan ochiq tahdidlar atrofida muhokamalar hali tinib ulgurmasidan, Rossiyadagi rus dunyosi konsepsiyasining asosiy mafkurachilaridan biri sifatida tanilgan Aleksandr Dugin ham shu yo'nalishdagi keskin bayonotlar bilan chiqdi. Bu safar u O'zbekiston va sobiq SSR tarkibida bo'lgan boshqa respublikalarning mustaqillikka bo'lgan huquqini ochiqchasiga shubha ostiga oldi. Нельзя согласиться с существованием суверенной Армении, или суверенной Грузии, или суверенного Азербайджана, суверенного Казахстана, суверенного Узбекистана, Таджикистана, Киргизстана. Ничего суверенного в этой новой модели существовать не может. И либо они будут в нашем лагере, частью нашего единого союза, либо они станут плацдармом Запада или Евросоюза или Amerika или в каких-то обстоятельствах Китая. Duginning bu fikrlari tasodifiy yoki shaxsiy qarash sifatida emas, balki Rossiya ichidagi muayyan mafkuraviy oqimning ifodasi sifatida baholanmoqda. Rus dunyosi konsepsiyasi so'nggi yillarda nafaqat madaniy yoki tarixiy birlik g'oyasi, balki siyosiy va geosiyosiy da'volarni oqlovchi vositaga aylangan. Ukraina urushi tajribasi shuni ko'rsatadiki, avval mafkuraviy maydonda aytilgan fikrlar keyinchalik real siyosiy va harbiy harakatlar uchun asos sifatida ishlatilishi mumkin. Tahlilchilarga ko'ra, O'zbekiston va boshqa Markaziy Osiyo davlatlarining suverenitetini shubha ostiga olish Rossiyaning tashqi auditoriyasidan ko'ra ko'proq ichki auditoriyaga qaratilgan signaldir. Bu bayonotlar orqali Kremlga yaqin doiralar jamiyat ichida yo'qotilgan imperiya sindromini kuchaytirish, iqtisodiy va ijtimoiy muammolar fonida tashqi dushman va tashqi qarzdor hududlar obrazini shakllantirishga urinmoqda. Aleksandr Dugin tomonidan postsovet davlatlarining suvereniteti ochiqchasiga shubha ostiga olinganidan so'ng Rossiyada yana bir shaxs, sobiq bokschi va davlat dumasi deputati Nikolay Valuyev ham shunga o'xshash bayonotlar bilan chiqish qildi. Bu safar tahdidlar mafkuraviy doiradan chiqib, siyosiy va kuch ishlatishga ishora qiluvchi ohangda yangradi. Нас ждет еще не одна спецоперация. Прав великий философ Дугин. Мы 30 лет давали пряники постсоветским республикам. Не помогло. Нужен кнут.
E'tiborga molik jihati shundaki, Valuyev professional diplomat yoki strateg emas, balki sportdan siyosatga kelgan va o'z vaqtida ringda hamyurtimiz Ruslan Chagayevdan rosa kaltak yegan shaxs hisoblanadi. Shunga qaramay, uning postsovet davlatlariga nisbatan keskin chiqishlari Rossiya jamoatchilik makonida muayyan normal holatga aylanib borayotganini ko'rsatadi. Tahlilchilarga ko'ra, bu holat Rossiya siyosiy diskursida malaka, bilim va mas'uliyat iyerarxiyasining yemirilayotganidan darak beradi. Dugin mafkuraviy asos yaratadi. Solovyov uni ommaviy axborot vositalari orqali agressiv shaklda yoyadi. Valuyev kabi shaxslar esa bu g'oyalarni qo'pol va bevosita tahdidlar orqali ifodalaydi. Natijada Rossiya ichki auditoriyasi uchun tashqi dunyo bilan doimiy qarama-qarshilik kayfiyatini shakllantiradi. Bu ayniqsa Rossiyada ayni damda mavjud bo'lgan ijtimoiy-iqtisodiy muammolar kuchaygan sharoitda e'tiborni ichki muammolardan chalg'itish vositasi sifatida ishlatilmoqda. Bir vaqtlar Rossiyada skinhead va boshqa o'ta o'ng radikal guruhlar davlat tomonidan qat'iy bosim ostiga olinib, ularning faoliyati deyarli yo'q qilingandek edi. Biroq so'nggi yillarda bu harakatlarning yana ko'payib borayotgani kuzatilmoqda. Tahlilchilarga ko'ra, buning bir necha asosiy sabablari bor. Birinchidan, rasmiy propaganda va millatchilik ritorikasining kuchayishi radikal qarashlar uchun qulay muhit yaratmoqda. Dushmanlar qurshovida qolgan davlat g'oyasi esa jamiyatda begonalarga nisbatan tajovuzni oqlovchi kayfiyatni kuchaytirdi. Ikkinchidan, ijtimoiy-iqtisodiy muammolar, daromadlar pasayishi, migratsiya masalasidagi keskinlik va noaniq kelajak yoshlar orasida radikal guruhlarga qo'shilish ehtimolini oshirmoqda. Uchinchidan, huquq-tartibot organlarining selektiv yondashuvi ham muhim omil sifatida tilga olinadi. Agar avvallari ekstremizmga qarshi kurash tizimli bo'lgan bo'lsa, hozir Ruskiya Община va boshqa ayrim radikal guruhlar qo'shtirnoq ichidagi ichki dushmanga qarshi kayfiyat bilan mos tushgani uchun yetarlicha jilovlanmayotgani qayd etilmoqda. Xulosa qilib aytganda, skinheadlar faoliyatining qayta jonlanishi Rossiya jamiyatidagi mafkuraviy keskinlik, ijtimoiy muammolar va davlat diskursidagi o'zgarishlar bilan bevosita bog'liq bo'lib, bu holat uzoq muddatda ichki barqarorlik uchun qo'shimcha xavf tug'dirishi mumkin. Buning yaqqol misolini Moskva viloyatidagi maktablarning birida 10 yoshlik tojikistonlik o'quvchini sovuqqonlik bilan so'yib tashlagan radikal o'smir jinoyatida ham ko'rgan edik. Hafta boshida Moskva viloyatida sodir bo'lgan avtobus ichidagi mojaro esa bu safar natsistlardan birining o'ldirilishi bilan yakun topdi. Neonatsistlar guruhi avtobus ichida yo'lovchi ayollarga tegajog'lik qilib, haqoratli so'zlar aytgan va beadab ishoralar qilgan. Kemerova viloyatidan bo'lgan 19 yoshli asli tojikistonlik bo'lgan Imomali ayollarni himoya qilish uchun aralashgan. Shundan so'ng mojaro ishtirokchilari bekatda tushib, u yerda mushtlashuv boshlangan. Imomaliga qarshi qalampirli balonchik va raketnitsa to'pponchasi qo'llanilgan. Janjal yakunida Imomali Elektrostal shahridan bo'lgan 18 yoshli rus natsisti Ilyaga pichoq bilan zarba bergan. Neonatsist muhit Kvas laqabi bilan tanilgan Ilya olgan jarohatlari oqibatida voqea joyida halok bo'lgan. Ultramillatchi Telegram kanallari hodisani tajovuzkor migrant hujumi sifatida ko'rsatishga urinmoqda. Biroq avtobusda olingan video yozuvlar tajovuz aynan neonatsistlar guruhidan chiqqanini tasdiqlaydi. Qo'shimcha ma'lumotlarga ko'ra, halok bo'lgan Ilya Kvas avval ham neonatsistik provokatsiyalarda ishtirok etgani aniqlangan. Guvohlarning aytishicha, mojaroning asosiy sababi skinheadlarning ayollarga nisbatan qo'pol va tajovuzkor xatti-harakatlari bo'lgan. Ayni damda Imomali qo'lga olingan va unga nisbatan qasddan odam o'ldirish aybi qo'yilgan. Ammo ayollarni yonini olgan musulmon yigit 4 ta natsistga qarshi o'zini himoya qilishga majbur bo'lgan va kuchli affekt holatida ularga qarshilik ko'rsatgan. Shunga qaramay, Imomaliga 15 yil qamoq jazosi xavf solmoqda. Hozirda uning advokati mavjud dalillar hamda guvohlar yordamida vaziyatni yengillashtirishga harakat qilmoqda. Xitoy kommunistik hukumati Uyg'urlar uchun diniy ekstremizmning 15 belgisini belgilab berdi. Huquqni himoya qiluvchi Qashqar Times platformasi Sharqiy Turkistonning janubida joylashgan Qashqar shahrida o'tkazilgan majburiy mafkuraviy tadbir audio yozuvining yozma bayoni va tahlilini e'lon qildi. Yozuv Norvegiyadagi Uyg'ur Xel tashkiloti asoschisi Abduvali Ayub orqali olingan. Materiallarga ko'ra, 5 kun davom etgan konferensiya davomida rasmiy vakil 2014-yilda qabul qilingan 75 turdagi ekstremistik faoliyatni o'z ichiga olgan hujjat asosida tayyorlangan diniy ekstremizmning soddalashtirilgan 15 ta
belgisini taqdim etgan. Tadbir Uyg'ur ishchilari va kichik biznes egalari uchun mo'ljallangan. Nomuvofiq amaliyotlar qatorida oziq-ovqatdan tashqari holatlarda halol va harom atamalardan foydalanish, assalomu alaykum deb salomlashish va va alaykum assalom deb javob berish, xayrlashuv paytida diniy tilaklar aytish hamda ovqatdan keyin Allohga shukr deb minnatdorchilik bildirish ham taqiqlangan. Buning o'rniga ishtirokchilarga partiyaga rahmat deyish tavsiya etilgan. Shuningdek, niqob taqish, 60 yoshdan kichik erkaklar uchun uzun soqol va mo'ylov qo'yish, davlat roziligisiz diniy nikoh tuzish, bolalarga diniy ismlar qo'yish, majburiy dunyoviy ta'limga to'sqinlik qilish hamda millatlararo va dinlararo aloqalarga aralashish, jumladan to'ylar, dafn marosimlari va meros masalalari ham cheklovlar ostiga olingan. Xizmat ko'rsatish sohasida ishlovchilarning tashqi ko'rinishiga ham alohida e'tibor qaratilgan. Erkaklarga har 3 kunda soqol olishi, ayollarga esa davlat standartlariga mos zamonaviy, yengil va ochiq kiyim uslubiga o'tish buyurilgan. Xitoy kommunistik hukumati mana uzoq yillardan beri Uyg'ur turklarini millat sifatida yo'q qilish borasida turli zulmlarni amalga oshirib kelmoqda. Uyg'urlarning dini, tili, madaniyati va o'zligini yo'q qilish kuchaytirilar ekan, boshqa tomondan Xitoy tub aholisining soni yildan yilga rekord darajada qisqarib bormoqda. Xitoyda 2025-yil tug'ilish darajasi rekord darajada pasaydi. Aholi soni ketma-ket 4-yil kamaydi. Xitoy davlat statistikasi boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, 2025-yil yakunida mamlakat aholisi 3,39 million kishiga qisqarib, 1 milliard 404 million kishini tashkil etdi. Bu Xitoy aholisining ketma-ket 4-yil kamayishi hisoblanadi. O'tgan yilda mamlakatda 7,92 million bola tug'ilgan, 11,31 million kishi vafot etgan. Tug'ilish darajasi har 1000 kishiga 5,63 nafarni, o'lim darajasi esa 8,4 nafarni tashkil etgan. CNN xabarlariga ko'ra, bu ko'rsatkich Xitoy tarixidagi eng past tug'ilish darajasi hisoblanadi. Avvalgi rekord past daraja 2023-yilda har 1000 kishiga 6,39 nafar ko'rsatkich bilan qayd etilgan edi. 2024-yilda tug'ilish biroz oshgan bo'lsa-da, yangi ma'lumotlar bu holat barqaror o'sish emas, balki umumiy pasayish tendensiyasidagi vaqtinchalik istisno bo'lganini ko'rsatmoqda. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, Xitoy hukumatining uzoq yillar davom etgan bir oila bir bola siyosatidan keyin tug'ilishni rag'batlantirishga qaratilgan choralar hozircha kutilgan natijani bermayapti. Uzoq yillar davomida aholi sonining ko'pligi bo'yicha dunyoda yetakchilik qilgan Xitoy bu boradagi o'rnini allaqachon Hindistonga bo'shatib bergan. Xitoyda kuzatilayotgan demografik inqiroz yaqin kelajakda bir necha yo'nalishda jiddiy oqibatlar keltirib chiqarishi mumkin. Hozirgi tendensiyalar saqlanib qolinsa, Xitoy aholisi yaqin 10-20 yil ichida izchil ravishda kamayishda davom etishi ehtimoli katta. Bu jarayon qisqa muddatli emas, balki 10 yillab davom etadigan demografik o'zgarishdir. Davlat siyosati uni sekinlashtirishi mumkin, ammo to'liq to'xtatish juda qiyin. Mutaxassislar fikriga ko'ra, Xitoyni endi aholi soni orqali emas, texnologiya, avtomatlashtirish va samaradorlik orqali raqobat qilish davri kutmoqda. So'nggi paytlarda O'zbekistonda yoshlar o'rtasida o'z joniga qasd qilish bilan bog'liq holatlar jamiyatda jiddiy tashvishlar uyg'otmoqda. Mutaxassislar bu hodisani alohida bir sabab bilan emas, balki bir necha omillarning ustma-ust kelishi natijasi sifatida baholamoqda. Joriy yilning 13-yanvar kuni Farg'ona shahrida 9-sinf o'quvchisi o'zi yashab turgan 8 qavatli uyning tom qismidan o'zini tashlab joniga qasd qilgan. O'smirning onasi Rossiyaga chiqib ketgani bois, bola opa-ukalari bilan tog'asining qaramog'ida qolgan. Aniqlanishicha, yigitcha o'z joniga qasd qilishidan oldin yoqtirgan qizi bilan SMS xabarlar yozishgan. Ming afsuski, so'nggi vaqtlarda yoshlar o'rtasida o'z joniga qasd qilish, ayniqsa o'zini tomdan yoki yuqori qavatlardan tashlab yuborib, ayanchli o'lim topish holatlari ortib bormoqda. Bundan avval Termizda 18 yoshli yigit o'zini 14-qavatdan tashlab vafot etgan edi. Tahlillarga ko'ra, yoshlar ruhiy bosimga eng tez beriladigan qatlam hisoblanadi. Ijtimoiy omillar orasida oilaviy muammolar, muloqot yetishmasligi va zo'ravonlik, ijtimoiy tarmoqlardagi bosim, solishtirish, ishsizlik yoki kelajakdan xavotir, o'zini jamiyatda keraksiz his qilish, ruhiy salomatlik masalalariga yetarli e'tibor bermasligi asosiy omillar sifatida ko'rsatiladi. Ammo eng katta muammo yoshlarning diniy ta'limga ega emasliklaridadir. Ma'lumki, islom ta'limotida inson hayoti Allohning omonati sifatida qaraladi. Qur'on va hadislarda hayotni asrash, umidsizlikka berilmaslik, qiyinchilikdan keyin yengillik borligi qayta-qayta eslatiladi. Ulamolar o'z joniga qasd qilishni og'ir gunoh sifatida baholar ekan, shu bilan birga ruhiy iztirob chekayotgan inson gunohkor deb muhrlanmasligi, balki davolanishi, qo'llab-quvvatlash kerakligini ta'kidlaydilar.
Yoshlar o'rtasidagi bunday holatlar jamiyat uchun ogohlantiruvchi signal hisoblanadi. Mamlakatimizda yoshlarni masjiddan to'sish, ularni yoshligidan diniy saboq olishlariga davlat siyosati darajasida qarshilik ko'rsatish ortidan bugun ular o'z qimmatli vaqtlarini ijtimoiy tarmoqlarda bema'ni kontentlar ko'rishga yoki diskoteka, game klublarida o'yin o'ynashga sarflamoqdalar. Natijada jamiyatda giyohvandlik, fohishabozlik, buning ortidan esa depressiya va tushkunlikka tushish, oxir-oqibat esa o'z joniga qasd qilish holatlari ayniqsa yoshlar orasida ko'plab uchramoqda. Ularni qanchalik dindan uzoqlashtirilsa, bu kabi ko'ngilsiz holatlarning soni ham ortib boraveradi. Yoshlar bizning kelajagimiz deya har qadamda balandparvoz gaplar yangrar ekan, o'z navbatida ularning qalblarida bo'layotgan holatlarga befarq qaramasligimiz lozim. Dindan, ma'naviyatdan uzoqlashish qalbda bo'shliq qoldiradi. Bo'shliq esa umidsizlik bilan to'ladi. Islom esa bizni umidga, sabrga va hayotning qadrini bilishga chorlaydi. Bu dasturimizdan o'rin egallagan so'nggi lavhamiz edi. Kelgusi dasturlarimizda sog'-salomat ko'rishguncha omon bo'ling.